Bugun sizlar bilan biznesdagi 3 ta top xatoliklar haqida gaplashamiz. Birinchi xatolik: biznes bor, maqsad umuman yo'q. Maqsadsiz inson esa nafaqat biznesni, o'z hayotini ham yaxshi olib bora olmaydi. Ikkinchi xato: biznes egasi hech qanday hisob-kitoblarni bilmasligi va o'z pulini to'g'ri taqsimlashni ham umuman bilmasligidadir. To'g'ri taqsimlay olsangizgina siz mablag'laringiz qayerdan kelib, qayerga ketayotganini bila olasiz. Uchinchi eng katta xatolik bu biznes egasi o'zini rivojlantirmasligida. Siz rivojlanmasangiz, sizni biznesingiz ham rivojlanmasdan to'xtab qoladi. Aynan mana shuni biling. Men esa sizlarni 15-avgustda bo'lib o'tadigan vebinarga taklif qilaman. Mana shu savollarga javob topish uchun esa biznes kursimda o'qishingizni tavsiya beraman. Sizlarni hammangizni 15-avgust kuni vebinarda kutaman.